Yo'qomabolar. Bu mana shu terilgandan keyingi, hozir 3-4 marta terilgandan keyin mana shu 50 million, o'sha 60 millionga yaqin sotganimizdan keyingi holat bu. Mana bu holatlar mana. Mana bu holatlar. Nega terim bo'lganman? Terim bo'lganimda palaga bu yoqqa tashlangandan ham bilsa bo'ladi. Faqat barigichida ko'rinmayapti-da bular. Agatlar ko'rinyaptimi? Shunaqa. Ha, qiziqqanlar kelib, qiziqishga bir ko'rib ketsanglar bo'ladi. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ay qishlog'i. O'zi mana bu yerda ham shu ahvol. Mana akalar. Mana chiribdan yerga tekkan joyi. Mana kattaligi. Shu Samsung telefonini ekranidagilar salgan. Dagi chirib qolibdi buni. Bolachalarga berib olamiz. Yuborishadi tashlab olgandan ko'ra. Kapinda sistema qilingan beylar. Qiziqqanlarga qanaqa qaraladi, nima qilinadi, agrotexnikasi qanaqa, xudo xolasa qo'ldan kelgancha o'rgatamiz. Mana. Voy. Mana hosillar. Haligindan ham katta ekan mo'z. Men shu 30 yoshdan 36 yoshman, mana 36 yoshda odamning qo'li kichkina bo'lmasa kerak. Kichkina narsa emas bu. Kami 5 cm ga 5 cm atrofida. Mana shuni hisoblamayapman, mana qanaqa aytyapman. Bunaqasiga yonboshchasiga qo'ysam, bunaqasiga qo'ysam gugurt yopadi bemalol. Mana hosillar. Mana bir tupki mana shu. Mana bu bir tupniki. Chiriganlari bor endi bitta-ikkita orada bo'ladi. Allohga shukr, qo'yganlar hech o'tmayapti. Mana bu ikkinchi tupniki. Bu pastda pishib turganlari ham, tepada hali pishmaganlari ham bor, almon sop ketayotganlari ham bor. Mana bu tomoni. Mana. Bu ham chirigani bor ekan.